Bugungi mavzumiz Written Challenge bir kitobning 12-uniti bilan Borrowed Words degan maqolani ko'rib chiqamiz. Birinchi so'zimiz originally deyapti. Dastlab, ilgari, aslida. To'g'ri javob C bo'ladi, in the beginning. Keyingisi flavor. Flavor degani ta'm degani. Taste ga sinonim bo'ladi. Public degani shu mahalliy hamma foydalansa bo'ladigan degani, mana not private for any person. Athletes degani sportchilar degani, people who play sports B bo'ladi. In general degani ommaviy tarzda, umumiy qilaverganda in most cases F ga sinonim bo'ladi. Describe degani tasvirlayverish kimdir yoki nimanidir. Yani tell about, explain ga sinonim bo'lar ekan. Matnga o'tamiz. Do you often use shampoo or put ketchup on your food? Siz tez-tez shampundan foydalanasizmi yoki ketchupni ovqatingizga qo'yasizmi deyapti. Have you ever visited a sauna? Siz hech saunaga borganmisiz? If you think these words are originally English, you don't better think again. Agar siz bu so'zlarni ingliz tilidan kelib chiqqan deb o'ylasangiz, yaxshilab o'ylab ko'ring yana. In fact, each of these words comes from a different language. Aslida bu so'zlarning har biri har xil tillardan kelib chiqqan. Shampoo, for example, is actually a word from the Hindi language in India. Shampoo, misol uchun, aslida bu hindcha tilidan olingan ekan Hindistonda. This word originally meant message. Bu so'z aslida masaj degan ma'noni bildiradi. In hair shops in India, barbers massage your head while washing your hair. Hindistondagi sartaroshxonalarda sartaroshlar siz boshingizni yuvib turganda burunlar masaj qilib qo'yar ekan. Old-time British people in India use this word to mean liquid that cleans hair. Vaqt o'tishi bilan britaniyalik odamlar Hindistondagi bu so'zdan suyuqlik, ya'ni shu soch tozalash suyuqlik deb foydalana boshlashdi. Almost everyone knows what ketchup is. Deyarli hamma ketchup nimaligini biladi. People all over the world like to pour this tomato sauce on French fries or sandwiches. Butun dunyo bo'ylab odamlar o'sha ketchupni friga yoki sandvichga quyib iste'mol qilishni yoqtirishadi. This word is originally Chinese from ketchup and fish sauce. Bu so'z aslida Xitoy tilidan ketchup, ya'ni baliq sousidan olingan bo'lib, 1600-yillarda Britaniya va o'sha Niderlandiya dengizchilari bu sousni Yevropaga olib kelishgan ekan. Over time people changes the sauce by adding tomato flour to it. Vaqt o'tishi bilan odamlar bu sousga pomidor ta'mini qo'shib uni o'zgartirishdi. But the name basically stayed the same. Lekin nomi o'zgarmay qoldi. Sauna, a popular type of public steam room and shower facilities, comes from Finnish language. Sauna bu o'sha mashhur parxonalardan biri hisoblanadi. Hammom qilsangiz bo'ladi. Bu Finlandiya tilidan kelib chiqqan bo'lib. During one of the European Olympics, athletes from Britain and Germany saw Finnish athletes use saunas after training. O'sha Yevropa Olimpiya o'yinlari davomida Britaniya va Germaniyalik atletlar Finlandiyalik atletlarni mashg'ulotlardan keyin saunadan foydalanishayotganini ko'rib qolishdi. Later, the general public all over Europe started using this style of bathing too. Xo'p, keyinchalik vaqt o'tishi bilan butun Yevropa aholisi mana shunaqa hammom turidan foydalana boshlashdi. Now we still use this word to describe all kinds of serums. Bugungi kunda biz mana shu so'zdan, ya'ni butun turdagi parxonalarni tasvirlashda foydalanamiz. English is full of many wonderful borrowed words from many languages. Ingliz tili juda ham ko'p o'g'irlangan tillarga boy. Perhaps English should change its name too. Balki ingliz tili o'z nomini quyidagi so'zga o'zgartirishi kerakdir. Xo'p, savollarga o'tiramiz endi. What is the main idea of this reading? Matnning asosiy g'oyasi nimada deyapti? A variantda English words in other languages, ya'ni boshqa tillarda ingliz tili, words from India, Hindistondagi so'zlar, usage of words from other languages in English. Boshqa so'zlarda ingliz tilida foydalanishi, the most popular borrowed words, eng mashhur o'g'irlangan so'zlar. Bunda to'g'ri javob D bo'ladi. Ya'ni matnda asosan mana shu o'g'irlangan so'zlar haqida maqola ketyapti. Which of the following words is from Hindi? Berilgan so'zlarning qaysi biri hind tilidan olingan? Shampoo, ketchup, sauna, massage. Buni ko'rganimizda to'g'ri javob shampoo bo'ladi, ya'ni masaj so'zidan o'sha suyuqlik bu Hindiston tilidan olingan bo'ldi. What did the original word for ketchup mean? Ketchup so'zi aslida nimani anglatadi? Qizil pomidor sousi, o'sha sartaroshxona, baliq yoki baliqning sousi. To'g'ri javob D bo'ladi, baliq sousi bo'ladi. Why did people start to use the word sauna? Nimaga odamlar sauna so'zidan foydalanishni boshlashdi? Athletes made it popular at home. Atletlar uni uylarida mashhur qilib yuborishdi. The public like the Olympics. Aholi, ya'ni omma
Olimpiya o'yinlarini yoqtirishadi. The Finnish traveled a lot. Finlandiyaliklar ko'p sayohat qilishgan. It was good after training. U shu mashg'ulotlardan yaxshi edi. Xo'p, to'g'ri javob D bo'ladi, ya'ni o'sha mashg'ulotlardan yaxshi bo'lgan, o'shadan foydalanishni boshlashdi qolganlar ham. What does the title probably mean in? O'sha ital so'zi berilgan so'zda nimani anglatadi? Davlatning nomi, tilning nomi, odamlar guruhining nomi va ingliz tilida gapiradigan odamlarning nomi. To'g'ri javob B bo'ladi, ya'ni tilning nomini anglatadi. Idiomlarga o'tamiz. Over time vaqt o'tishi bilan pour on quymoq, full of ga to'la. I like to chocolate sauce my ice cream sundae. Men shokolad sosini marujnamga nimadir qilaman, ya'ni quyadi. I like to pour chocolate sauce on my ice cream sundae bo'ladi. Joanna was joy on her birthday. Hop, Joanna deyapti, o'zining tug'ilgan kuni juda ham ko'p baxtga nima bo'ldi? Joy endi xursandchilik, baxt bo'ladi. Xursandchilikka qarab o'tdi, to'la bo'ldi. Mana full of joy on her birthday bo'ladi. Your English skills will improve over time if you practice hard. Seni ingliz tili mahoratlaring oshib boradi agar sen vaqt o'tishi bilan practice qilaversang. Hop, endi testiga o'tiramiz. It's not easy to the taste of the dish that we had, but it was delicious. Hop, bu oson emas, bu ovqat ta'mini nimadir qilib berish, lekin juda ham mazali edi. Endi ovqatni shirin chiqqanidan keyin tasvirlash qiyin bo'ladi, to'g'rimi? Demak, biz mana yerda D varianti turibdi, describe olsak bo'laveradi. My sister has strong hands, so she may short neck very well. Meni singlimning kuchli qo'llari bor va u meni bo'ynimni nima qilib qo'ya oladi? Massaj qilib qo'ya oladi. A. We poured water on the hot rocks in the sauna to make. Biz sauna deydik, o'sha issiq toshlar ustiga suv quydik, nimani qilish uchun? Suvni yaratish uchun, shower qilish uchun, steam, ice, ya'ni biz steam bo'ladi, par chiqarish uchun toshlar ustiga suv quydik deyapti. The river becomes deeper in the spring when the ice turns to liquid bass stream source. Xo'p, bahorda mana shu dengiz nimaroq bo'ladi? Daryo degani chuqurroq bo'ladi. Muz nimaga aylanadi? Liquid, ya'ni suvlikka aylanadi. O'sha hisobiga chuqurroq bo'lib ketadi daryo. They offered many good services: language, room, facility, flavor. Xo'p, nimadir eng yaxshi xizmatlarni taklif qildi bizga deyapti. Til, xona, facility, flavor. Facility imkoniyatlar, flavor ta'm. Endi asosan bitta room to'g'ri keladi, ya'ni o'sha xona bizga eng yaxshi xizmatlarni taklif qilyapti. That's a private club for athletes. Only can go there. Bu asosan bu faqat kimlar uchun? Sportchilar uchun. Faqatgina nimadirlar yoki kira oladi. Nemislar, so'zlar, professionallar, odamlar. To'g'ri javob C bo'ladi, ya'ni o'sha soha bo'yicha professional bo'lgan odamlar o'sha yerga kira olishadi. The website gives information about sauna for the public. O'sha veb-sayt deyapti, sauna haqida ma'lumot beradi, qanaqa omma uchun? Original omma bo'lmaydi, ya'ni borrowed, o'g'irlangan jamiyat, normal public, general public. To'g'ri javob general public bo'ladi. Ya'ni umumiy hamma aholi uchun nima beradi? Ma'lumot beradi o'sha sauna haqida. Is more important at school mathematics. Xo'p, nimadir? Matematikadan ko'ra maktabda ahamiyatliroq ekan. Athletes, athletically, athletics. C bo'ladi, ya'ni atletika deyapti, matematikadan muhimroq anaqa maktabda. I used strawberry to make this cake. Men qulpinoqdan foydalandim bu tortni qilish uchun. Qulpon nimadan foydalangan bo'lishi mumkin? Flavor, flowers, floweret. To'g'ri javob A bo'ladi. Men o'sha qulpinoq ta'midan foydalandim bu tortni pishirish uchun. His trip is boring. Describing, description, described. U o'zining sayohatini zerikarli deb nimadir qildi. Xo'p. Demak, u sayohatga borib bo'lgan, demak o'sha bo'lgan narsa o'tgan zamonda bo'lishi kerak. C varianti olsak bo'laveradi. Described.